Assalomu alaykum aziz market mijozlari. Ko'rib turganlaringizdek, bluzki kolonkamizni pulti bilan upravleniya nastroykalarini, instruksiyalarni ko'rsatib beramiz. Ko'rib turgan kolonkalarimiz 12 ta shlangli bo'ladi va 2 ta shlangli kolonkaga bu pultimiz o'zi sozlangan bo'ladi. Ko'rsalaringiz bo'ladi, ekraniga 1, 2 yozuv bu 2 ta shlang uchun nastroyka qilingan. Buni hozir 12 ta shlanglikka nastroyka qilib ko'rsatamiz. Nastroykaga kirish uchun yulduzcha knopkasi bosiladi. Parol 4 ta 0 start bosamiz. Nastroykaga kirdi. Kirgandan keyin Gannum degan pastga nastroykasi bor, pastga tushiladi. 2 turgan yozuvi 2 ta shlangga moslashtirilgan. Buni biz 6 qilamiz. 6 ta shlangga nastroyka qilinadi. Buni chiqish uchun F ni bosadi. Ko'rishlaringiz mumkin, ana 6 ta shlangni ko'rsatdi bir vaqtning o'ziga. Undan tashqari har bir litrni summasini o'zgartirib ko'rsatish nastroykasi xuddi o'sha nastroykaga 4 ta 0 bilan parol kiriladi. Startni bosamiz. Xo'sh, ana har bitta shlang uchun price degan yozuv bor. Pastga tushsangiz agar ana 11500 so'm nastroykaga qo'yilgan. Buni ichiga kiriladi. 10000 so'm qo'yiladi, например. Mana ekranga ko'rishlaringiz mumkin, kolonkaning litraji 10000 so'm bo'ldi. Undan tashqari yana nastroykalari bor. Qo'yish, ko'rsangiz bo'ladi. Bu ADV degan nastroyka, bu propan kolonka uchun moslashtirilgan nastroykasi. F1 bosilsa, man yozuvi chiqadi. Man yozuvini pult bilan boshqariladigan nastroyka uchun man qo'yiladi. Masalan, pistoletingiz olingan paytda kolonka o'zi avtomatik ishlamaydi, qo'yib bermaydi. Chunki nastroyka qachonki pultdan start berilganda qo'yib beradi. Xo'sh, avto turgan bo'lsa agar siz pistoletni olganingizda avtomatik qo'yadi, avtomatik o'zi o'chadi. Bu faqat avto nastroykada. Agar sizga pult bo'lsa, pult bilan boshqarmoqchi bo'lsangiz agar F1 bosib manga qo'yasiz va pultdan start stop qilib ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Kimga shunaqa to'liq ma'lumotlar kerak bo'lsa, o'zimizga aloqaga chiqarasizlar, cho'tki qilib tushuntirib ko'rsatib beramiz.